Bugun Telegram kanalimizga juda ham katta aksiyalar chiqardik. Aksiyalarda Xudosan mana Jalorbek bittasiga ega bo'ldi. Buniki Farg'onalish bo'yicha 11-oktyabrga ertalabga O'zbekiston havo yo'llari 23:08 bagaj bilan biletlarni xarid qilishdi. Onlayn tarzda xarid qilib qo'yishdi. Hozir vaqtlar kelib, necha soat bo'ldi olganingizga biletni? 3 soat, 4 soat bo'ldi. Hisob endi biletlarni kelib chiqartirib ketyapsan. Mana elektron va через WhatsApp orqali tashab berdim. Endi qog'oz ham kerak. Mana ishxonalarga kelish kerak. Kelib qog'ozdan chiqartirib ketishdi. Qalay, aksiya ma'qulmi? Ma'qul, zo'r. Gap yo'q, doğrusu. Qayerdan sizni? Rishton. Rishtondan o'z zemlagamiz ekanda. Men o'zim Rishtondanman do'stlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib kutib olib kuzatish xizmatlarimiz bor. Qalay, narxlar ma'qulmi? Qanchaga oldingiz? Ochiq oydin aka. 17.800. 17.000. Planingiz qancha o'zi olish aka? Shu 21 ming. 20 ming, 20 minglarga olishadi, lekin undan aksiya chiqib qoldi. Do'stlar, shu endi qolgan puli oilaga kamchilik qilib borasizlar xolasa. Do'stlar, bizning ofitsial nomerlarimiz +7 903 510 48 08 +7 905 510 48 08 do'stlar. Sog' bo'lasizlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.